Olimpiadada tushgan bitta masala yechimini ko'rib o'tamiz. 60 mingta individdan iborat ma'lum bir populyatsiyada heterozigot organizmlar soni, demak heterozigotallar soni resessiv organizmlar sonidan 2 marta kam. Ushbu populyatsiyada qancha dominant gomozigot organizmlar borligini topishimiz kerak. Bu uchun demak dominant A va resessiv allellarning chastotasini topishimiz kerak. Demak, quyidagicha chatishtirish bo'lgan deb qarasak, ya'ni ikkita heterozigotal organizm chatishgan. Ya'ni shunda barcha gametlar ishtirok etgan bo'ladi. Hardi-Weinberg qoidasi bo'yicha. Demak, bizda ikkita heterozigot organizm, bitta resessiv organizm hosil bo'ladi. Dominant gomozigotallar sonini hisoblashimiz kerak. Demak, dominant genning chastotasini X, resessivnikini Y deb olsak, demak, birinchi qoida X plus Y teng 1 bo'lishi kerak. Demak, bu yerda dominant gen X, Y, resessiv gen Y. X, Y deb belgilab olsak, demak, heterozigotalar X, Y ga teng bo'ladi. Resessivimiz esa Y kvadrati teng. Demak, bizning masalamizning boshida heterozigotallar resessiv gomozigotallardan 2 marta kam. Demak, Y kvadrat taqsim 2xy teng 2 chiqishi kerak. Demak, shu tenglamani yechamiz. Demak, bu tenglamani yechadigan bo'lsak, 4xy teng Y kvadrat. Tenglikni Y ga bo'lib bersak, demak, bu Y'larimiz qisqarib ketib 4x teng Y ga. Demak, bu yerda chiqqan Y o'rniga ham 2 qo'yamiz. X plusdan Y o'rniga 4x ni qo'yib olsak, demak, Y o'rniga 4x qo'ysak 1. X teng 0.2 ga teng bo'ladi shunda. Y esa yig'indi 1 bo'lishi kerak, 0.8 ga teng. Demak, x'imiz 0.2, bam 0.2. Demak, gomozigotallar shunda 0.04. Demak, umumiy organizmlar soni yozamiz. 6000 ta organizm bo'lsa, 0.04 ga ko'paytirsak, gomozigotallar soni gap chiqadi, ya'ni 240. Demak, bu javob.